Onasi bor odamning bu dunyodan ham armon medal tashvishlar hech kimsadan kam emas. Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan yana bir bor bunday jahon xalqida doim ona diydor ko'rishganimizdan nihoyat xursandmiz. Alloh bugun mana shu eng qadrli, eng mehmon zor jannatim muallim muhtaram onajonim 55 mana shunday yoshlarni hujjatlarini onajonim 55 bahoringiz avval baxtimizga hamisha sog'-salomat bo'ling. Yurakdagi, dildagi barcha orzu-tilaklar sizga Alloh bersin. Mana baxtimga, jigarlarim baxtiga, nabiralar baxtiga, dadajonim baxtiga hamisha sog'-salomat bo'ling. Yuzingizdan hech qachon hamisha sizlarga chiroyli duo qiling. Onajonim Assalomu alaykum Dilbarxon ona. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Umri yaxshi uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing iloyim. Muhammadjonni, nabiralaringizni, farzandlaringizni, oilangizni baxtiga sog' omon bo'ling. Yuzga kiring iloyim. Xonadoningizda faqat yaxshiliklar bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat e'tibor uchun. Salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Mana qadrdon do'stim, pinhona do'stim Muhammadjon, sizni bugun sizdagi yigitni dunyoga keltirgan onaxoningizni Dilbarxon opamizni bugun tug'ilgan kunlari ekan. Shu xursandchilikka biz ham sherikmiz. Onajonimizni chin ko'ngildan tabriklaymiz. Xudo yana 55 yil umr bersin. Mana shu to bugungacha tortgan mashaqqatlari, zahmatlari buyoqqa faqat Xudoning mukofotlariga aylansin, yaxshi kunlarga aylansin. Onajon uzoq umr ko'ring. Shu do'stimizni Muhammadjonni haqiqiy topgan obro' e'tiboriga, rahmatlariga faqat o'zingiz bosh bo'ling. Tabriklaymiz onajon. Avvalambor assalomu alaykum Dilbarxon aya. Sizni bugungi ajoyib tavallud ayyomingiz bilan men Azizaxon sizni o'z nomimdan, chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Hech qachon yuzingizdan tabassum va kulgu arimasin. Bahoriy kayfiyat, chiroyli bo'lib yurish sizni hech qachon tark etmasin. Dilbarxon aya, doimo farzandlaringizni, nabiralaringizni rohatini ko'rib yuring deyman. Bilasizmi, ayol bu oilaning qo'rg'oni hisoblanadi. Shunday ekan, siz hamisha oilangizning qo'rg'oni, uning mustahkam bir poydevori bo'lib yurishingizni tilakdoshimiz. Eng baxtli buvijonlarimizdan bo'lib yuring hamisha. Dilbarxon aya, sizni yana bir bora bugungi ajoyib kun bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Assalomu alaykum modiri aziz Dilbarxon. Men shumora az nomi tamom hamkasbon va az nomi shogirdi izam Muhammadjon farzandi shuma با امروزی سالروز خانواده تولدتون تبریک و مبارکباد میگم. بگذار عمری دراز نصیب شما گردد. در سری فرزندان و نویدگان زنده و سلامت. بار دیگر سالروزتون مبارک. Assalomu alaykum. Aziz onajonimiz Dilbarxon opa. Men Muhammadjonni do'sti, Surgutdan san'atkor Alisher Mirzoman. Bugun tug'ilgan kuningiz bilan sizni tabriklaymiz. Farzandlaringiz, nabiralaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Iloho payg'ambar yoshiga kirganingizda, yubiley to'ylaringizda barcha san'atkorlar birgalikda do'stlar qatnashaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uzr, kechroq bo'lib qoldim. Tabrik, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Do'stimiz Muhammadjonning onalari Dilbarxon ona
Sizni shu bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan muborak bo'l deymiz, tabriklaymiz. 55 yoshingiz muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib, mana shunaqa farzandlarni dunyoga keltirgan ajoyib bir farzandlarni duo qilib, nabiralarni baxti kamolini ko'rib yurish nasib etsin. Ko'p yillar nima deydi, mana shu har doim xalqimizni yaxshi kunlarida bo'lib, har doim farzandlarni duo qilib, xursandchilik kunlarida yurish nasib etsin. Do'stimiz Muhammadjonga yana bir bor mana shunaqa ulug' ayyom kunlari muborak bo'lsin. Sizni dunyoga keltirgan onangizga mingdan ming rahmat. Shunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yurish nasib etsin deb qolamiz. Dilbarxon onajonimizga yana bir bor tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Mana shunday yaxshi farzandlarni dunyoga keltirganingiz uchun sizga mingdan ming rahmat. Xudo xolasa yana yil ham mana shu qatorimizdan kamaymasdan shunaqa ulug' ayyom kunlarini tabriklash nasib etsin. Sog' bo'linglar. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Apai Dilbar. مادر محمد جان که شما هستید، امروز جشن پرشکوه 55مین سالگرد عمری شما بوده است. ما از نام اهل صنعت شهر سرگود، از نام راویان شهر سرگود، از نام تمام مهاجران شهر سرگود شما را به جشن بزرگ 55مین سالگرد عمرتان مبارکباد میگوییم. بگذار چه آرزوهایی که در دل داشته باشید خداوند مستجاب گرداند. و در آخر از زبان انعمان محمد جان شما میگویم که ایا مادر بهشتی من تویی تو، کتاب سرنوشتی من تویی تو، بینای در سخن گر ساختم من، نخستین پای خیشت آن تویی تو. مادر عزیز زنده باشید، دائما مثل گل خرم، شکوفان، خندان و تازه رو باشید. براتون سلامتی عطا میکنم. برای آن فرزندی که شما بروای رسانیدید و نامش را محمد جان گذاشتید، برای شما احسن میگویم. بگذار فرزندتان دائما در برتان باشد، شما در بری فرزندان خودتان سایبان باشید. سلامت باشید. باز یک بار دیگر زادروزتان مبارک باشد. Aziz do'stlar, mana bugun biz uchun qadrli bo'lgan qadrdon do'stimiz Muhammadjonning onalari, onajonimiz Dilbarxon aya 55 yoshni qarshi olyaptilar. Onajon, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Doim sog' salomat bo'ling. Parvardigor umringizga, rizqingizga baraka bersin. 100 yoshlarda ham farzandlar davrasida xursandchilikda yurish sizga nasib ro'z aylasin. Doim sog' bo'ling. Yana bir bor tavallud ayyom muborak bo'lsin. Onajon, ona beozor, ona o'zingsan yagona. Onajon, ona tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. گل سه برگه پایانداز پایتان، همه خوشبختی دنیا برایتان. بخواهم بر شما عمر سعدیانه، بخواهم جان و دل را شادیانه. اپای مهربان، عزیز و مهربان ما دلبرخان، از فرصت خیلی هم برای مناسب استفاده بردم. من از نام خودم، از نام اهل صنعت، از نام دادرکم محمد جان که یکی از راویهای بهترین شهر سرگود هستند و از نام مردم مسلمان و مسافر شهر سرگود شما را با فرارسی مولود حجستتان تبریک و تهنیت گفتم. برایتان قبل از همه عمر دراز بیخزان، طاله بلند و خوشبختی های تمام دنیا را آرزومندم. بگذار همیشه زیبای و خوشحال چهره باشید. اپا جان مهربان، الها 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. نگهبانتان خدا باشد، پناهتان مصطفی باشد، حبیبتان جلد قرآن و حیاتتان با صفا باشد. زادروز مبارک. اپای دلبرخان. سلام مادر عزیز دلبرخان خالا، شما تبریک با جشن 55 سالگی روز تولدتان.
از امی برادر عزیز محمد جان، از امی فرزندتان یکی براوی بهترین هست برادری ما. تبریک از امی اهل صنعت تبریک، صدقاً تبریک میکنیم. همه وقت خدا عمری دراز کرد، دعاگوی فرزندا باشید مادر مهربان. تبریک. Assalomu alaykum. Bugun Dilbarxon onajonimiz tug'ilgan kunlari ekan. Onajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. 55 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Bizga eng yaqin qadrdon ukaxonimiz Muhammadjonning onalari, o'zimiz otimizdan barcha san'at ahlidan tabriklaymiz. Onajonim, yuzlarga kiring. Siz ayolsiz shirin so'zli muloyim, latofatni bergan sizga Xudoyim. Yuzingizdan oy ham boqib uyalar, Zuhro yulduz havas bilan mo'rilar. Muhabbatda sadoqatli xayoli, muqaddas o'zbek ayoli. Assalomu alaykum hurmatli Dilbarxon ona. Mana bugungi shukrona kuningiz bilan, 55 yoshingiz bilan tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Avvalambor sizga sog'lik, salomatlik, omad, baxt tilab qolaman. Kelajagingiz porloq bo'lsin. Ilohim yuzlarga kiring. Yuzlarga kirganda ham mana shunday farzandlarimiz baxt kamolini ko'rib yurishlikka Allohning o'zi nasib ro'za aylasin. Dunyoda hech qachon g'amlarni ko'rmang. Hamisha quvonch bilan, shodlik bilan yashashlikka Allohning o'zi nasib ro'za aylasin. Mana shu Muhammadjon farzandingiz bor ekan, juda ham yaxshi tarbiya bergansiz, ammo o'g'lingizga gap yo'q. Mana bizdan birgalikda hamkasbchilik qiladi. Ammo mana shu o'g'lingizning baxt kamolini ko'ring. Xudo xolasa o'g'iljoningiz Muhammadjon sizlarni hojilariga olib borishlikka Allohning o'zi nasib aylasin. Alloh o'z baytiga, muqaddas joyiga, Ka'batullohga sizlarni chaqirsin. Hoji ona bo'lib yuring. Ilohim yuzlarga kirganda ham har bir insonlar bilan, og'in qarindoshlaringiz bilan birgalikda yuzma-yuz ko'rishib yurishlik Allohning o'zi nasib ro'za aylasin. Yana bir bor onajon yuzga kiring deb tabriklab qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 9-sentabr sanasi. Bizni qadrli, qadrdon do'stimiz, uyamiz, kasbdoshimiz Muhammadjonning volidai muhtaramasi, ya'ni Dilbarxon ayamizni muborak 55 yoshlari. Avvalo Dilbarxon onajonimizga bugungi tavallud ayyomi bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Dilbarxon tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Barcha yaxshi niyatlarni qo'shamiz. Onaxonga zomini tilab qolamiz. Dilbarxon ona, Allohning xonadoningizda to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. O'sha yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda Muhammadjonning do'stlari, kasbdoshlari birgalikda borib xizmat qilish nasib o'zlariga bo'lsin. Dunyo turgancha turing, Alloh o'zi ziyorat etsin. Onajon siz qulog'izon. Siz mehribonsiz, siz qanot. Onajon siz tufayli Muhammadjonga go'zal bu hayot. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin Dilbarxon. Assalomu alaykum Dilbarxon opa, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun qadrdon ukajonimiz, hamkasbimiz, san'at sohasida doimo birga yelkadosh bo'lib yurgan ukajonimiz Muhammadjonni, onajonlarning tavallud ayyomlari. Dilbar opamni, Dilbar opa, sizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, tansihatlik tilayman. Farzandlaringiz, yaqinlaringiz, dilbandlaringiz, jigarlaringiz baxtiga doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolisa hoji ota, hoji ona bo'lish baxti nasib aylasin. Ukajonimning baxtiga, qolaversa barcha yaqinlaringiz baxtiga doim sog' bo'ling. Uli janona menga sevaman deydi. Sening dardlaringni bilaman deydi. Senga bori yo'g'im beraman deydi. Ammo onamchalik sevolmaydi-da. Bemor bo'lganimda yonimda turar, ichi achigandan jonidan kuyar, begona bo'lsa-da jonidan suyar. Ammo onamchalik suyolmaydi-da. Biron bir omadning qo'lidan tutsam, chin do'stlar quvonar, baxtiyor o'tsam, quvonchdan o'zimni osmonga otsam, hech kim onamchalik quvonmaydi-da. Sog' bo'ling, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Chiroyingiz gullar naslidan, go'zallarning naqshisiz ona, qolishmaysiz bahor faslidan, siz hammadan yaxshisiz ona. Assalomu alaykum Muhammadjon do'stimizni, san'atkor, ijodkor do'stimizni volidai muhtaramalari Dilbarxon onajon. Sog'ligingiz yaxshimi, sog' salomat? Bugungi qarshi olayotgan 55 yosh bahoringiz, tug'ilgan ayyomingiz muborak bo'lsin. Farzandlarni ilohim baxt kamolini ko'ring, umringiz uzoq bo'lsin.
Allohim qancha umr bergan bo'lsa, mana shu umrni tinchlik, xotirjamlikda, sog'lik, salomatlikda, farog'atlikda farzandlarni duogo'y onajonisi bo'lib, umrguzaronlik qilishingizni va yaqin kelajakda Xudo xolasa ochi ona bo'lishingizni Yaratgandan so'raymiz. San'at ahli nomlaridan va Kamina Kaptari o'zim shaxsan Elorbek va oila a'zolarim nomlaridan sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Bo'lgan ayyomingiz muborak bo'lsin. Novosibirsk shahridan tabrikingizni qabul qilamiz. Bo'lgan kunlar muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Avvalo assalomu alaykum modar aziz. Shumoro با جشن 55 سالگیتان تبریک و تهنیت گفته و شما عمری دراز، صحت، سلامتی و همه وقت دعاگوی فرزندان نبیرایی و باقی مانده باشید. از نام محمد جان فرزند عزیزتون تبریک گفته به شما بار دیگر عمری دراز خواهانم. از نام اهل صنعت شهر سرگوت، از نام یارود برادرات بار شما تبریک. سجدگاهم خاک پای مادرم، جان و دل سازم فدای مادرم. خانه و بام و درم گل می کند، بشنوم هرگاه صدای مادرم. امروز یکی از مادر عزیز ما دلبر خان مادر به سین مبارکی 55 سالگی برآمده ایستادند. من از نام خود، از نام جگربندشان محمد جان دوست عزیز، مادر عزیز به این سین مبارک تبریک میگویم. از درگاه خداوند برایشان عمر دراز سعدیانه تمنا داریم. مادر عزیز مبارک باشد جشن زادروز. پسر رفت قدری مادر دان که دایم کشد رنجی پسر. بیچاره مادر زیجان محبوبتر دارش که دارد، زیجان محبوبتر بیچاره مادر. خداوند شما را صد سال مبارک شد. Assalomu alaykum Dilbarxon ona. Bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Biz san'atkorlar nomidan tabrigimizni qabul qilasiz. Ukajonimiz Muhammadjonni baxtiga, farzandlari baxtiga sog' salomat bo'ling. Hamisha kulib, yashnab, bahoriy kayfiyatlar tilaymiz. Sizlar bilan Dilshod Aymatov, sog' bo'ling. Assalomu alaykum Dilbarxon onamiz bizni yaqin do'stimiz, ukamiz Muhammadjonni volidai muhtaramalari, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Dunyodagi barcha yaxshi niyatlarni tilab qolaman. Mana shu ukamiz Muhammadjon nomidan, san'atkorlar nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum Dilbarxon ona. Men sizni tug'ilgan ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilangiz baxtiga, ya'ni Muhammadjon do'stimiz baxtiga doimo sog' salomat yuring. Yana bir bor tug'ilgan ayyomingiz muborak bo'lsin. Avvalo assalomu alaykum azizlarimiz. Mana bugun opamlardan onajonimiz tug'ilgan kunlari ekan. Muhammadjon onalari значит biz ham onalarimiz bo'ladilar. Ilohim yuzlariga kirib yuring, farzandlarda o'z og'asini ko'ring. Bari gapni Muhammadjon o'zlari chiroyli qilib aytadilar. Men chiroyli ashula aytib beraman shu onajonimizga. Hammadan chiroyligim onam benim mendan joni halagim jannatlardan daragim men uchun eng keragim onam benim jonim men uchun eng keragim onam
faqat baxtim ko'zlagan Muhammad deb sizlagan onam meni jon onam Muhammad deb sizlagan onam meni jon onam ko'zlarimda ko'rsalam chidolmaydi sira ham ko'zlarimda ko'rsalam chidolmaydi sira ham duo qilar farishtam onam meni jon onam duo qilgan farishtam onam meni jon onam onam meni jon onam rahmat onajon yuzga kirib yurgan